Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim kvitansiyalar bo'yicha siz to'lovni ko'r-ko'rna amalga oshirmasligingiz kerak. Chunki qonuniy asos bo'lsa 100% gacha kompensatsiya. Qayta hisob-kitob yoki imtiyoz olish huquqingiz bo'lishi mumkin. Bu gap har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va yolg'iz yashayotgan keksalarga bevosita tegishli. Agar siz har oy elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi yoki uy-joy xizmatlari uchun kvitansiya olsangiz, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki ko'p odamlar pulni to'lab qo'yadi, keyin esa aslida imtiyoz borligini kech biladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda qaysi holatda nima qilish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar bitta qoidaga o'rganib qolgan edi. Kvitansiya keldimi, demak to'lash kerak. Elektr keldi, gaz keldi, suv keldi, chiqindi keldi. Uy-joy shirkatidan yoki boshqaruv kompaniyasidan kvitansiya keldi. Odamlar qarz bo'lib qolmaydi deb darrov to'lab yuborardi. Ayniqsa keksalar qarzdorlikdan qo'rqadi. Ertaga elektrni uzib qo'yishadi, gazni berkitishadi, penya yozishadi, sudga berishadi degan xavotir bilan ba'zan noto'g'ri hisoblangan summani ham to'lab yuborishadi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Birinchidan, davlat xizmatlari raqamlashtirilyapti. Ko'p imtiyoz va kompensatsiyalar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ikkinchidan, kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan, urush va mehnat faxriylari. Alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun to'lovlarni kamaytirish, qisman yoki to'liq kompensatsiya qilish tartiblari mavjud bo'lishi mumkin. Uchinchidan, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham xato qilishi mumkin. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri olinadi. Odam oyda bo'lmagan davr uchun ham to'lov yoziladi. Allaqachon yopilgan xizmat uchun kvitansiya keladi yoki pensioner imtiyozga ega bo'lsa ham. Baza yangilanmagani uchun chegirma qo'llanmaydi. Shuning uchun men bugun to'lamang deganda umuman hech qachon to'lamang demayapman. Men aytayotgan gap shuki, mana shu 5 turdagi kvitansiyani tekshirmasdan, huquqingizni aniqlamasdan, kompensatsiya va qayta hisob-kitob imkoniyatini so'ramasdan to'lab yubormang. Chunki to'lovni amalga oshirib qo'yganingizdan keyin ham pulni qaytarish mumkin bo'lishi mumkin, lekin bu ko'proq vaqt. Ariza, navbat va asab talab qiladi. Birinchi, kvitansiya elektr energiyasi bo'yicha to'lovdir. Pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo elektr hisoblagichi bilan bog'liq. Masalan, opa 72 yoshda yolg'iz yashaydi. Oyiga odatda 810 ming so'm elektr to'laydi. Bir kuni kvitansiyada 310 ming so'm chiqib qoladi. Opa qo'rqadi, men shuncha ishlatmaganman-ku deydi. Lekin baribir farzandidan pul so'rab to'lab yuboradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. 1002 bortim yig'im o'rniga 1002 bortim emas, 1002 safsiz bortim deb yozilgan. Mana shunday oddiy xato pensionerning bir oylik dori pulini olib qo'yishi mumkin. Elektr bo'yicha yana bir muhim masala. Ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarda kompensatsiya yoki subsidiya bo'lishi mumkin. Bu hudud toifa va amaldagi qarorlarga bog'liq. Shuning uchun pensioner elektr kvitansiyasini olganda avvalo 3 narsani tekshirish kerak. Hisoblagichning haqiqiy ko'rsatkichi, tarif to'g'ri qo'llanganmi? Imtiyoz yoki subsidiya bazada ko'rinyaptimi? Agar siz kam iste'mol qilgan bo'lsangiz, katta summa chiqsa darrov to'lamang. Avval elektr ta'minoti korxonasiga murojaat qiling. Dalolatnoma tuzdiring, hisoblagich suratini oling. Shaxsiy hisob raqamingiz bo'yicha qayta hisob-kitob so'rang. Ikkinchi, kvitansiya tabiiy gaz yoki suyultirilgan gaz bo'yicha to'lovdir. Gaz bo'yicha xatolar ham ko'p uchraydi, ayniqsa qishda. Masalan, pensioner aka 2 xonali uyda yashaydi. Har oy o'rtacha 7 ming so'm gaz to'laydi. Yanvarda 600 ming so'm keladi. U o'ylaydi, qishirilganda his bo'lgani uchun shunaqadir, lekin hisoblagich ko'rsatkichi 2 oy oldingi qarz bilan birga noto'g'ri qo'shilgan bo'ladi. Yoki uyda gaz hisoblagich vaqtincha ishlamay qolgan bo'lsa, normativ bo'yicha hisoblashadi, lekin bu haqda pensionerga tushuntirish berilmaydi. Gaz kvitansiyasida ham 1% gacha kompensatsiya masalasi faqat sizning maqomingizga bog'liq bo'ladi. Oddiy yoshga doir pensioner bo'lishning o'zi hamma joyda avtomatik to'liq ozod etadi deb o'ylash xato. Lekin agar siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz past bo'lsa, ijtimoiy reyestrda tursangiz, nogironlik guruhingiz bo'lsa, alohida imtiyozli toifaga kirsangiz, bu to'lovlar bo'yicha yordam olish imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Men ko'p holatda shuni ko'raman.
odam imtiyozga munosib, lekin ariza bermagan. Ariza bermagani uchun tizim unga hech narsa hisoblamagan. Shuning uchun gaz kvitansiyasi kelganda. Ayniqsa summa odatdagidan 2-3 barobar katta bo'lsa, avval tekshirtiring. 3-kvitansiya ichimlik suvi va kanalizatsiya bo'yicha to'lovdir. Suvda eng ko'p uchraydigan xato ro'yxatda yashovchilar soni bilan bog'liq. Masalan, buvining uyida oldin 4 kishi ro'yxatda bo'lgan. O'zi, o'g'li, kelini va nabirasi. Keyin o'g'li boshqa shaharga ko'chib ketgan. Nabirasi ham alohida yashaydi. Lekin suv korxonasi bazasida hali ham 4 kishi turibdi. Hisoblagich bo'lmasa, normativ bo'yicha to'lov 4 kishiga yoziladi. Natijada buvi aslida bir o'zi yashasa ham har oy 3-4 barobar ko'proq to'laydi. Agar suv hisoblagichingiz bo'lsa, uning plombasi amal qilish muddati. Ko'rsatkichi va oxirgi tekshiruv sanasi muhim. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa, korxona normativ bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. Lekin pensionerga buni oldindan tushuntirishlari kerak. Garb, siz kasalxonada yotgan bo'lsangiz, sanatoriyda bo'lgan bo'lsangiz, bir necha oy boshqa joyda yashagan bo'lsangiz, ba'zi xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob so'rashga asos bo'lishi mumkin. Buning uchun hujjat kerak. Davolanganlik ma'lumotnomasi, vaqtincha boshqa manzilda bo'lganingizni tasdiqlovchi hujjat yoki mahalladan ma'lumotnoma. 4-kvitansiya istish, issiq suv yoki markaziy kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovdir. Ko'p qavatli uyda yashaydigan pensionerlar aynan shu yerda ko'p pul yo'qotadi. Chunki isitish bo'yicha hisoblash hamma vaqt ham odamga tushunarli emas. Uyda batareya sovuq bo'lishi mumkin, lekin kvitansiya to'lib keladi. Issiq suv har kuni bo'lmasligi mumkin, lekin to'lov kamaymaydi. Bunday vaziyatda pensioner nima ham qilardim deb to'lab yubormasligi kerak. Agar xizmat sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, isitish me'yor darajasida bo'lmasa, issiq suv harorati talabga javob bermasa, bir necha kun umuman berilmasa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Buning uchun og'zaki shikoyat yetarli emas. Telefon qilib aytdim, qo'shnim ko'rdi degan gap keyin isbot bo'lmaydi. Siz dispetcher xizmatiga murojaat qilgan vaqtingizni yozib qo'ying. Ariza qoldiring, imkon bo'lsa dalolatnoma tuzdiring. Qo'shnilar bilan birga murojaat qilsangiz, natija tezroq bo'ladi. Pensionerlar odatda uyatchan bo'ladi. Meni bezori deyishmasin deydi. Lekin bu sizning pulingiz. Agar xizmat to'liq ko'rsatilmasa, to'liq pul talab qilish adolatdan emas. 5-kvitansiya chiqindi. Uy-joyni saqlash. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlari bo'yicha kvitansiyadir. Mana shu kvitansiyada ko'p yashirin bandlar bo'ladi. Masalan, lift xizmati, kirish yo'lagi tozaligi, tom ta'mir, yerto'la, umumiy elektr, dezinfeksiya, hududni obodonlashtirish, qo'riqlash, domofon, boshqa qo'shimcha xizmatlar. Pensioner har oy bitta umumiy summa ko'radi, lekin ichida nima borligini bilmaydi. Ayrim xizmatlar haqiqatda ko'rsatilmaydi, lekin pul olinadi. Masalan, lifti yo'q uyda lift uchun to'lov yozilishi, domofondan foydalanmaydigan xonadonga domofon xizmati qo'shilishi, chiqindi olib ketilmagan davr uchun ham to'liq hisoblanishi mumkin. Bu yerda juda muhim qoida bor. Har qanday to'lovning asosi bo'lishi kerak. Shartnoma bormi? Tarif tasdiqlanganmi? Ahvol yig'ilishida qaror qilinganmi? Xizmat haqiqatda ko'rsatilganmi? Pensionerga tushunarli tarzda hisob-kitob berilganmi? Agar yo'q bo'lsa, siz tushuntirish talab qilishga haqlisiz. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayrim hududlarda ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Buni mahalla ijtimoiy himoya organi yoki tuman hokimligi orqali aniqlash kerak. Endi men aniq aytaman. Hamma pensioner ham avtomatik ravishda barcha 5 kvitansiyadan to'liq ozod bo'ladi degan gap noto'g'ri. Bu eng katta xato. Agar kimdir sizga pensioner bo'lsangiz umuman to'lamaysiz desa, ehtiyot bo'ling. Chunki har bir imtiyozning sharti bor. Ba'zi imtiyoz yoshga bog'liq, ba'zilari daromadga bog'liq, ba'zilari nogironlik yoki alohida maqomga bog'liq. Ba'zilari esa faqat ma'lum hudud yoki ma'lum xizmat turiga tegishli bo'ladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar kimlar? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, pensiyasi kichik bo'lgan va kommunal to'lovlar pensiyasining katta qismini olib qo'yayotgan odamlar. Uchinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. To'rtinchidan, uyda ro'yxatda turadigan odamlar soni amalda yashayotganlardan ko'p bo'lganlar. Beshinchidan, har oy odatdagidan katta kvitansiya kelayotganlar. Oltinchidan, biror xizmatdan foydalanmay turib ham pul to'layotganlar. Yettinchidan, qarz yozilgan, lekin o'zi bu qarzni tan olmayotgan pensionerlar.
vahimaga tushmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar sizning hisoblagichlaringiz to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, to'lovlar odatdagi darajada bo'lsa, imtiyozga kirmasangiz, hamma xizmat ko'rsatilayotgan bo'lsa, albatta majburiy to'lovlarni vaqtida amalga oshirish kerak. Men bu videoda odamlarni qarzga botishga chaqirmayapman. Aksincha, men pensioner o'z huquqini bilib, ortiqcha to'lamasin, noto'g'ri hisob kitobni tuzatsin, imtiyoz bo'lsa, undan foydalansin deyapman. Birinchi misol. 68 yoshli pensioner ayol bir o'zi yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Qishda kommunal to'lovlar 6-20 ming so'mga chiqadi. U dori-darmon, oziq-ovqat va yo'l pulidan qisib hammasini to'laydi. Tekshirilganda suv to'lovi hali ham 3 kishiga hisoblanayotgani, chiqindi ham 3 kishiga yozilayotgani aniqlanadi. Ariza berilgandan keyin ro'yxat yangilanadi va oylik to'lov 120 ming so'mga kamayadi. O'tgan davr uchun ham qayta hisob-kitob qilish so'raladi. Mana bu oddiy tekshiruv pensionerga yiliga 1 million so'mdan ortiq pulni tejab beradi. Ikkinchi misol. 75 yoshli ota nogironligi bor, lekin hujjatlarni hech qayerga topshirmagan. U elektr va gazni oddiy abonent sifatida to'lab kelgan. Farzandi ijtimoiy himoya organiga murojaat qiladi, kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Mahalla orqali oilaviy ahvol va daromad tekshiriladi. Natijada u ma'lum turdagi kompensatsiya yoki yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda eng asosiy sabab huquq bor edi, lekin ariza yo'q edi. Davlat organi ko'pincha sizning eshigingizni taqillatib kelmaydi. O'zingiz murojaat qilishingiz kerak. Uchinchi misol. Ko'p qavatli uyda yashaydigan pensionerlar har oy boshqaruv kompaniyasiga 90 ming so'mdan to'lab kelgan. Kvitansiyada umumiy xizmatlar deb yozilgan. Keyin ular hisob-kitobni so'rashadi. Ma'lum bo'ladiki, summaning bir qismi umuman ko'rsatilmagan xizmatlarga ketgan. Aholi yig'ilishi o'tkaziladi, shartnoma qayta ko'rib chiqiladi. Keraksiz bandlar olib tashlanadi. Natijada har bir xonadon oylik 25 ming so'mdan kamroq to'lay boshlaydi. Bitta odam uchun bu mayda tuyulishi mumkin, lekin pensioner uchun bundan dori yoki telefon puli. Birinchi nozik jihat. Kompensatsiya bilan to'lovdan ozod qilish bir xil narsa emas. Ba'zan siz avval to'laysiz, keyin pulning bir qismi qaytariladi yoki ijtimoiy to'lov sifatida beriladi. Ba'zan esa chegirma kvitansiyaning o'zida ko'rinadi. Yana ba'zi holatda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hisobini kamaytiradi. Shuning uchun menga 100% kompensatsiya deyishdi. Demak, umuman to'lamayman deb kvitansiyani chetga surib qo'yish xavfli. Avval tartibini aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz ko'pincha faqat ariza berilgan kundan boshlab qo'llanadi. Ya'ni siz 3 yil oldin ham huquqqa ega bo'lgan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjat topshirmagan bo'lsangiz. Hamma joyda avtomatik qaytarib berilmasligi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. Bugun aniqlasangiz, bugundan boshlab foyda ko'rasiz. Uchinchi nozik jihat qarz bo'yicha kelishmovchilik bo'lsa. Men to'lamayman deb jim yurish kerak emas. Jim tursangiz, tizimda qarz o'saveradi. Penya qo'shilishi mumkin, keyin undirish masalasi chiqadi. To'g'ri yo'l qarzga e'tiroz bildirish, yozma ariza berish, hisob-kitob nusxasini so'rash, dalillarni ilova qilish. Agar sizning e'tirozingiz asosli bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. To'rtinchi nozik jihat, barcha gaplarni yozma shaklida rasmiylashtiring. Pensioni telefon qilsa, unga xo'p ko'ramiz deyshadi. Keyin hech narsa o'zgarmaydi. Yozma ariza esa ro'yxatdan o'tadi. Unga javob berish majburiy bo'ladi. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-nozik jihati farzandlar ota-onasining kvitansiyasini tekshirib tursin. Ko'p keksalar mayda yozuvlarni o'qiy olmaydi, tarifni tushunmaydi, hisoblagich ko'rsatkichini yuborishni unutadi. Bir oy unutsa, keyingi oy katta summa chiqadi. Shuning uchun oyda bir marta ota-onangizning shaxsiy kabinetini, hisoblagich ko'rsatkichini, qarz bor yo'qligini tekshirib qo'ying. Bu g'amxo'rlik faqat mehr emas, real pulni saqlab qolishdir. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha hammasini alohida qilib qo'ying. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, mobil ilova, bank to'lovi yoki shaxsiy kabinetdan ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, har bir kvitansiyada 3 narsani belgilang. Birinchisi, summa odatdagidan oshmaganini. Ikkinchisi, hisoblagich ko'rsatkichi to'g'riligini. Uchinchisi, sizga tushunarsiz bandlar bor yo'qligini. Agar siz odatda 100 ming to'lab yurgan bo'lsangiz, birdan 3 ming chiqsa,
bu signal. Agar uyda bir kishi yashasa, lekin to'lov 3 kishiga hisoblangan bo'lsa, bu ham signal. Agar boshqa xizmatlar degan mavhum band bo'lsa, izoh talab qiling. 3-qadam maqomingizni aniqlang. Siz oddiy yoshga doir pensionermisiz? Yolg'iz yashaysizmi? Nogironlik guruhingiz bormi? Kam ta'minlangan sifatida ro'yxatdasizmi? Urush yoki mehnat faxriysi maqomingiz bormi? Boquvchisini yo'qotganmisiz? Mahalla sizni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olganmi? Mana shu ma'lumotlar kompensatsiya masalasida hal qiluvchi ahamiyatga ega. 4-qadam mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga boring. U yerda shunday deb so'rang. Men pensionerman. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyoz olish huquqim bormi? Qaysi xizmatlar bo'yicha? Qanday hujjat kerak? Bu savolni umumiy emas, aniq bering. Elektr bo'yicha bormi? Gaz bo'yicha bormi? Suv bo'yicha bormi? Chiqindi yoki uy-joy xizmati bo'yicha bormi? deb so'rang. 5-qadam xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga yozma murojaat qiling. Elektr uchun elektr ta'minoti korxonasi, gaz uchun gaz ta'minoti, suv uchun suv ta'minoti, isitish uchun issiqlik korxonasi yoki boshqaruv tashkiloti, chiqindi va uy-joy xizmatlari uchun tegishli tashkilotga murojaat qilasiz. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha oxirgi hisob kitobni tushuntirib berishingizni, imtiyoz va kompensatsiya qo'llanmaganini tekshirishingizni, noto'g'ri hisoblangan summa bo'lsa qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. 6-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi, pensiya miqdori haqida ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, oxirgi kvitansiyalar, hisoblagich suratlari xizmat sifatsiz bo'lgan bo'lsa, davlatnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda ro'yxat farq qilishi mumkin. Lekin siz hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysangiz ish tezlashadi. 7-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini yozma shaklda oling. Sizga mumkin emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nima sababdan mumkin emas? Yetarli emas. Qaysi norma asosida? Qaysi hujjat yetishmayapti? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, hujjatni to'ldirasiz. Agar hisob kitob xato bo'lsa, e'tiroz bildirasiz. Agar javob umuman berilmasa, yuqori tashkilotga yoki tegishli nazorat organiga murojaat qilasiz. 8-qadam, to'lovlarni butunlay to'xtatib qo'ymang, bahsli qismini ajrating. Masalan, siz elektr bo'yicha 1000 so'mni tan olyapsiz, lekin qo'shimcha 2000 so'mga e'tirozingiz bor. Bunday vaziyatda imkon bo'lsa, tan olingan qismini to'lab, bahsli qism bo'yicha yozma tekshiruv so'rash oqilona. Chunki butun summa to'lanmasa, tizim sizni qarzdor deb ko'rsatishi mumkin. Bu masalada huquqshunos yoki tegishli tashkilot mutaxassisi bilan maslahatlashish foydali. 9-qadam. Har oy bir xil kunda hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring. Daftarga sana, elektr, gaz, suv ko'rsatkichini kiriting. Suratga olib qo'ying. Bu juda oddiy odat, lekin kelajakda katta nizoni hal qiladi. Agar korxona boshqa raqam yozsa, sizda dalil bo'ladi. 10-qadam, qo'shnilar bilan birga harakat qiling. Agar muammo faqat sizda bo'lsa, shaxsiy hisob kitobni tekshirasiz. Agar butun uyda isitish yomon, chiqindi olib ketilmayapti, umumiy elektr noto'g'ri hisoblanmoqda yoki boshqaruv kompaniyasi tushunarsiz pul olayotgan bo'lsa, jamoaviy murojaat qiling. Jamoaviy murojaatga e'tibor ko'proq bo'ladi. Bugungi eng muhim xulosa shuki, pensionerlar elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiyalarni ko'r-ko'rina to'lamasligi kerak. Avval tekshiring, imtiyozingiz bor yo'qligini aniqlang, kompensatsiya olish huquqingizni so'rang. To'g'ri hisob kitob bo'lsa, qayta hisob kitob talab qiling. Foiz kompensatsiya ayrim toifalar va shartlar bo'yicha qo'llanishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjat bilan murojaat qilishdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning kvitantsiyalarini tekshiring. Izohlarda yozing. Sizda qaysi kvitansiya eng ko'p muammo tug'diryapti? Elektrmi, gazmi, suvmi, isitishmi yoki boshqaruv kompaniyasimi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki birgina to'g'ri ariza pensionerning bir necha oylik ortiqcha xarajatini saqlab qolishi mumkin.